Dalil ommaviy axborot vositalari rahbari va asoschisiman. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan, ya'ni o'sha Koreyadagi Nozimaning o'limi yoki uni o'ldirilishi. Bizda hozir bu narsa albatta hozircha вопрос bo'lib turibdi. Shu muhokamalar bo'yicha biz o'zimizning jurnalistik surishtiruvlarimizni amalga oshiryapmiz. Bugun mana siz bilan gaplashdik, kecha qizni onasi bilan gaplashdik, Koreyada yurgan qizlar bilan gaplashdik, ko'pchilik bilan va bu narsa hali o'zini nihoyasiga yetgani va yana davom etadi. Demak, bizni birinchi savol Avaz aka, siz o'zingiz Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga ishonasizmi? Ketdimi deymanda, mensiz yurmangda. Rossiyada reydlar kundan kun kuchaymoqda. Ko'pchilikning hujjatda muammosi sabab deport qilinmoqda. Agar sizga ishonchli registratsiya, trudovой договор, INN, SNELS va boshqa hujjatlaringizni to'g'rilab beradigan ishonchli inson kerak bo'lsa, darhol ekrandagi raqamlarga WhatsApp yoki Telegramdan yozishingiz mumkin. Moskva, Podmoskva va Sankt-Peterburgdagi musofirlarga hujjatlarni to'g'rilab berishadi. O'zimmi? Bugungi savollarim hammasi faqat sizga. Yo'q. Ishonasizmi demoqchimisiz? O'zimni ichki nimani so'rayapsiz? Savolimni qaytaraman. Marhuma Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz ishonasizmi o'zingiz? O'zini o'zi osib o'ldirganligiga birinchidan men o'sha yerda bo'lmaganman. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Osilgan holatini ham ko'rmaganman. Bizga Farida opa, Melisaxona bilan gaplashgan, yonimda yurgan opa. Chunki Nozimani opasi bu. Nozimasini qo'lida ishlagan opasi bu. Bu yerda bizga yordam beradigan inson bo'lgani uchun bu aytayaptiki menga Melisaxona bizga qog'oz berdi. Bu o'zini o'zi o'ldirgan. Deyapti-da, o'zini o'zi o'ldirgan deyapti. Melisaxona ham o'zingizning fikringiz bilan aytib keting, bizga u Farida opa ular bilan hali yana alohida chiqishamiz. Chunki har bitta odam bilan alohida gaplashishimiz kerak. Meni fikrimcha buni politsiya hal qiladi. Men buni onasiga ham boshda aytganman. Agar avaziga savolim menimcha siz tushunmadingiz. Kim hal qiladi demayapman. Yana bir marta qaytaraman. Menimcha siz tushunmadingiz. Marhuma Nozimaning o'zini o'zi o'ldirilishiga, ya'ni o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz o'zingiz Koreya yangiliklari bo'lib ishonasizmi? Bu narsa hali ochiqlanishi kerak, lekin ichimda, meni o'zimni ichimda o'zini o'zi osgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz o'zingiz shunaqa deb o'ylaysiz. Siz ijtimoiy tarmoqlarda o'zini o'zi osdi deb o'sha xabarni siz chiqardingiz. Demak, siz hozirgi gapingiz bo'yicha o'sha ya'ni oldingizda o'tirgan Farida opani gaplariga siz ishondingiz va o'zingiz ham shunaqa deb o'ylaysiz. Melisa ham bizga telefonda xuddi shunaqa deb aytgan, men eshitib turgandim o'sha paytda. Xo'p, tushunarli. Birinchi savolingizga javob qabul qildik, savolimizga javob. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda qo'lingizga butilkani olib, Nozima aroq ichib va shuni orqasidan mana butun bir boshli qiz, guldek qiz barbod bo'ldi. Go'yoki sizning videoyingiz shunaqangi targ'ib qilinganki, bu qiz bu arog'i ketidan ketdi, shu aroqni ichib shundan bo'ldi degan g'oya oldinga surilgan. Siz bu qizni Nozimani spirtlik ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz boshdan bering savolingizni. Savol yana bir marta qaytaraman. Ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni o'zingizning profilingizda siz butilkani shunda qo'lingizga, qo'lingizni butilkani ushlab turib, ya'ni aroq shishasini ushlab turib, mana shu aroq orqasidan butun bir boshli qizni hayoti parchin bo'ldi deb, ana o'sha qotillik bo'lgan uyda kelib otdingiz. Go'yoki bu video bilan siz aytmoqchisizki, mana shu aroq orqasidan ketdi deb. Savolim shundan iboratki, siz marhuma Nozimani spirtli ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz savolingiz noto'g'ri ketyapti. Men savolingizni siz savolni aylantirib beryapsiz-da. Men o'sha yerda gapimga javob beraman.
Spirtli ichimlik sabab. Bu ham bitta sabab. Sabab demak ichimlik ichimlik. Tushundik. Sabab. Xo'p, Ha. lekin siz o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rganmisiz spirtli ichimlik ichganligiga? U ayolni ichganliginimi? Nozima, marhuma Nozimani. Yo'q, ichganligini ko'rmaganman, lekin o'sha voqeaga o'sha Rahmat. spirtli ichimlik Tushunarli. sabab deb men videoda aytganman. Bo'ldi, rahmat. Demak ko'rmagansiz ichimlik ichganini. Biz javobingizni qabul qildik. Xo'p, endi keyingi savolga o'tamiz. Nima uchun marhumani obro'siga putur yetkazadigan so'zlar bilan efirga chiqyapsiz? Ya'ni bu fohisha, buni ham onasi fohisha, challenge qiling deb. Nima uchun siz marhumaga nisbatan bunaqa obro'sizlantirishga qaratilgan videolarni qo'yasiz? Ya'ni shu fohisha bu, challenge qiling deb. Nima, siz ayollarga qanaqadir bir shaxsiy adovatingiz bormi yoki Nozimaga? Nimaga u shaxsiy hayotga aralashsa bo'laveradimi sizga savol? Hech kimning shaxsiy hayotga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Bu haqida hozir siz haqingizga gap ketyapti. Ya'ni siz bu fohisha challenge qilinglar deb butun hammaga targ'ib qilyapsiz. Siz Nozimaga shaxsiy adovatingiz bormi yoki uni fohishaligini bilasizmi yoki ayollarga shaxsiy adovatingiz bormi? Savol shundan iborat. Siz qisqa savollarga sizchi savollaringiz bor-ku, ketyapti-da. Javoblar 3-4 ta joyga aloqador-da, tushunyapsizmi? Demak, sizga yana ham qisqaroq savol berdik-a? Yo'q, qisqaramay savolingizni siz menga. Sizga tushuntirib, mana sizga savol. Bu savolingizga javob berish uchun siz o'zi Nuripang nimaligini bilib oling. Nima degan Nuripang degan? Yo'q, bu Nuripangning nima aloqasi bor bu yerda hozir? Nuripang desa nima bo'ladi odam? Siz Amerikada turib olib, Koreyani savolini tushunmaysiz-da siz. Koreya nimasini tushunmayman? Nuripang degani aroq ichib, karislarga aroq Nuripang Ya oldin tushuning siz. Karis ashula aytadigan karaoke bo'ladi-ku. Xo'p, karaoke, xo'p. Ha, o'sha yerda o'tirib, karislarga aroq quyib berib, Karislarga aroq quyib berib, ha, o'sha bu yerini ushlatib o'tiradigan joy. Demak, men tushunishim bo'yicha yerda karaoke ham endi spirtli ichimliklar bo'ladi va o'sha yerda hamma emas, endi ayrimlar kelib shu tanasini, ya'ni ayollar tanasini ushlattirib o'tiradi. Siz shunaqa demoqchisiz, men to'g'ri tushundimmi? Ha, Nuripang degani shunaqa joy. Nuripang deganmi? Ha, Nuripang. Nuripang, shu Nuripangga rahbar oldingizda o'tiribdi, Farida opa. O'sha qizlar ishlataman deb efirda aytgan. Ben Nuripangda siz Mani ishxona O'zigacha savol beryapsiz. siz menga savol beryapsiz. Siz hozir tushunarli. to'xtab turing. Bo'lmasa, to'xtab turing. Yo, to'xtab turing. Baqa savolingizni tugatib olingda, keyin menga berasiz. Tushundingizmi? Tushunarli. Nima uchun yana boyga savolimni qisqa va lo'ndasiz, siz fohisha challenge deb e'lon qilasiz. Challenge qilinglar. Bu fohisha deyapsiz. Ya'ni oldingizga ayolga gapingiz o'tsa agarda jin Fohisha challenge qilinglar deganimiz isbotlab berasiz. Albatta isbotlab beraman bu efirdan keyin. Tarqatinglar dedim. Ha, o'sha tarqatinglar, fohisha tarqatinglar, challenge deysiz. Siz so'zma challenge kiradi. Qo'rmenda. Yo'q, aka qarang. Nima aralashtirganimiz javob berasiz. Shaxsiy hayotimga aralashdim-mi? Mana aralashdim. Javob tushunarli bo'ldi. Savolimiz siz eshitmayapsizmi? Siz marhuma Nozimani fohisha ekanligini o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? videolari kelib, sizga videolar kelgan-ku. Men birovni taydayotganini ko'rmaganman, lekin rahmat. Mana shu javobingiz bizga yetadi. Mana bu haqiqiy mujikcha, erkakcha javob bo'ldi. Katta rahmat sizga. Endi sizga navbatdagi savol. Koreyadagilar biladi, unaqa joy nimaligini biladi. Koreyadagilar biladi. O'z rahmat kattakon, qabul qildim javoblaringizni. Nima uchun siz, ya'ni Koreya yangiliklari admini Avaz aka, qotilli joyga kirdingiz, butun vaziyatni ko'rdingiz. To'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlarda mana kuzatyapsiz. Nima uchun siz aynan Sherzodni qotil deb o'ylamayapsiz? Chunki politsiya o'zi shunaqa gumonga borib, o'sha politsiya bu yerda qotillik alomati yo'q deyapti. Tushunyapsizmi? Demak, lekin oxirigacha tekshiramiz. Lekin qotillik alomati yo'q deyapti. Bu politsiyaning fikri. Menga politsiyaning fikri qiziq emas, menga aynan sizni fikringiz qiziq. Siz nima uchun? Yo'q, biz politsiyaning fikrini olamiz, o'zimizning fikrimizni bildirmaymiz biz. O'zingiz fikringiz yo'q, siz bu savolimga o'zingiz fikringiz yo'q. Politsiya beradi u narsani.
Yo'q, tushunmadingiz. Sizni fikringizchi, mana siz o'zingiz nimaga o'ylamayapsiz? Mana shu odam, ya'ni Sherzod qotil emasmikan degan, nimaga shu narsani siz o'ylamayapsiz? Men o'ylayapman. Kim aytdi siz o'ylamayapsiz deb? Yo'q, so'rayapman-da o'shani. Demak, shu odam ham qotil bo'lishi mumkin degan sizda ham gumon bor, to'g'rimi? Ha, bor. Chunki men esing buni, men birinchi buni qotilligini men isbotlamoqchi bo'lib, men harakat qilib yuribman hozir. Rahmat, qabul qildim. Xo'p, keyingi navbatdagi savolimiz, nima uchun marhuma Nozimani tan jarohatlarini va uyga kirganingizda shunaqangi dahshatli ko'rinish holatlarini o'zingiz guvohi bo'ldingiz, to'g'rimi? Bu joyga mana emas, aynan siz kirgansiz. Nima uchun siz darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilmadingiz? Politsiya kelib ketib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketib, u uyni tozalab, yig'ishtirib tashlayveringlar degandan keyin biz kirganmiz bu yerga. Xohlasangiz, bu bo'yicha sizda isbotingiz bormi? Surishtirib olasiz. Ha? Xo'p bo'ladi. Bu bo'yicha, ya'ni siz mana hozir savolimga javob shunaqangi berdingizki, politsiya mendan oldin kelib, o'sha kerakli narsani olib ketib bo'lgan va undan keyin kirdik deb aytyapsiz, to'g'rimi? Shu javobingizni qabul qilaylikmi? To'xtab turing. Javobim qo'shni eshiting. Biz politsiya kelib, uyni polni tozalab, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin to'xtab turing. O'ziga kerakli narsalar-ku, hamma bardak edi-ku, nega uy toza deyapsiz? Mana shu joyga yana qilib keting. Eshittirsiz, savolni eshiting, javobni eshiting. Eshitaman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib, politsiya deyapman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin, o'sha uyni egasi menga ichidagi narsalarni yig'ishtirib tozalanglar. Endi betga boshqa odam qo'yaman degandan keyin biz kirganmiz u yerga. Tushunarli. Savol. Endi bu yerda qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Sammi ikkalangdan bittasi aytganki, politsiya ruxsat bergan yo'q edi deganda o'sha yerda videoda tushib qolgan. Ha, o'shani nima qilyapsiz siz? Tushunib turibman. Biz o'sha kuni nimadan Pudonsandan ruxsat olib, ya'ni bu yerdagi uyda egasi degan ma'noda bildiradi. Sabr, gapira oling. O'sha xonadonning egasidan biz uyga kirib, ruxsat olib, narsalarni olib chiqib tozalab tashlanglar, betga boshqa odam qo'yaman. Tozalab beringlar betda degandan keyin biz kirib, video qilganmiz. Biz o'sha narsalarni Sherzod Samuzing tozaladi. Sherzodni o'zi uyda egasi tozalab tashlayver degandan keyin tozaladi. Buni biz politsiyadan so'rab keyin qildik. Mana javob sizga. Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarda javobingizni qabul qildik, mayli, xo'p. Demak, politsiyadan keyin siz kirdingiz. Sizni savolingizga javob shuna, politsiyadan keyin hamma narsani o'sha ko'rib bo'lgandan keyin siz kirdingiz, to'g'rimi? Biz to'g'ri tushunamizmi javobingizni? Uzr aytdim, nima kelib qoldi, eshitmay qoldim. Yo'q, yana bir marta qaytaraman. Demak, siz javobingiz bo'yicha politsiya o'sha kirib bo'lgan va siz o'shandan keyin ruxsat bilan, ya'ni xonadonning egasi ruxsati bilan siz kiryapsiz uyga. To'g'ri tushundimmi javobni? Ha, o'sha bizga kerak emas u xonalar degandan keyin tozalab beringlar bizga, xonamiz boshqa kvartirant qo'yamiz degandan keyin biz kirib narsalarni olib chiqib, Mununga aytganman, narsalarni olib chiqib ota-onasiga jo'natib yubordim, uyni topshirib yuborgan keyin. Tushunarli. Xo'p, avvalgiga o'z necha yildan beri Koreyada yashaysiz? 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi. Qarang, mana Amerikada shunaqangi surukda yashayman, ancha yildan beri, barchamizga ma'lum. Nafaqat Koreyada, balkim butun jahon bo'yicha, Amerikada bo'ladim, hattoki O'zbekistonda bo'ladim yoki Koreyada bo'ladim. Dunyoning barcha mamlakatlarida agarda bunaqangi alomatlar bilan yoki mana qotillik alomatlarini ko'rib, aynan shu uyda o'lik chiqqanini ko'rib kelgan politsiya xodimi albatta u eshikni pechatlaydi va har bir mayda detallarga nomer qo'yib chiqadi. Men sizga aniq bir ishonch bilan ayta olamanki, siz kirishingizdan oldin politsiya u xonaga kirmagan. Zero agarda politsiya xodimi yoqqa kirgan bo'lganida, albatta bu narsani pechatlab qo'ygan bo'lardi. Lekin sizning gapingizni men baribir ham qabul qilaman. Ya'ni siz politsiyada kelib bo'lganidan keyin siz u xonadonga kirgansiz. Qabul qilaymi shu javobni? Rahmat kattakon. Mana endi sizga bitta narsani qo'shib qo'ying. Siz aytyapsizki, Amerikada yurarkansiz, o'sha xonadonga kelgandan keyin politsiya pechatlab tashlaydi deyapsiz, to'g'rimi? Ha, agar to'ppa-to'g'ri shunaqa. Jinoyat alomatlari bo'lgan joyda nomerlar, detektivlar kelib o'rganadi u joyda deyapsiz, to'g'rimi? Detektivlar emas, ekspertlar keladi. Ekspertlar kelib o'sha o'rganib ketgandan keyin
Bizga u xona kerak emas. Tamom degandan keyin u topshirib yuboringlar u xonani, boshqa odamga berib yuboringlar degandan keyin biz kirganmiz. Politsiya shunaqa deganmi? Qo'limgali shishani olib, Yo'q, siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Politsiya demak sizga shunaqa degan, to'g'rimi? Bo'ldi. Politsiya menga unaqa demagan. Politsiya biz aytganmiz uyni egasiga. Uy egasi. Uyni egasiga borganmiz, politsiyaga emas. Biz politsiya kelganini qayerdan bildingiz? Politsiya kelganini qayerdan bildingiz? Ular aytayapti, tozalab, uje kerakli narsani olib ketgan. U voqea bo'lgan kimlar yani? Politsiya kelgan. Bular deganingizda kimlar yani? Aniqlik kiritib keting-da. Oting nima? Sirojiddin bilan Sherzod. Sirojiddin bilan Sherzodning gaplariga demak siz ishondingiz. Politsiya kelib ketdi degan gapiga. Yo'q. Oldimda telefonda ham gaplashdi. O'sha xonadonning egasi ham aytib turibdi bu narsani, tushunyapsizmi? Bo'ldi, o'sha bu xonani yig'ishtirib olib chiqib ketinglar, musor deyapti. Ichidagi narsa musor. Даже musor. Tushunarli, rahmat sizga kattakon. Savolingizni albatta biz qabul qildik. Navbatdagi savolga keladigan bo'lsak, nima uchun Nozimani tan jarohatlarini ko'rib va shu uydagi holatlarni barchasini mana o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Nima uchun internetda bu narsani muhokama qilmaymiz deb aytyapsiz? Nima uchun muhokama qilish kerak emas bu mavzuni? Ya'ni jinoiy alomatlarni ko'rib va Nozimani, marhuma Nozimani og'ir tan jarohatlarini ko'rib, nima uchun bu narsani muhokama qilmaymiz deyapsiz. Bu gaplaringizdan ijtimoiy tarmoq faollari va shu qatorda jurnalist blogerlar go'yoki siz bu tomonga yon bosyapsiz, nimagadir ishi tezroq yopib qilmoqsiz degan go'yoki shunaqangi xayolga kelyapmiz. Nima uchun bu narsani biz muhokama qilishimiz kerak emas? Tan jarohatlarini ko'rib va bu xonadagi bu bardakni ko'rib. Qarang, bu savollaringizcha uzunroqda, qarang, men qisqaroq qilib javob berishga harakat qilaman. Siz aynan videoyimda ham gapirganman, xuddi shu lafzda gapirganman. Marhumani vafotini muhokama qilmaymiz deganman. Men nimani aytganman? Marhuma o'zini osibdi, bunga janoza o'qilmaydi. Bu o'zi yaxshi qiz emas edi, o'shaning uchun bir hali nima deydi? Bir kasofat bo'ldi bu narsa, Allohdan keldi degan kommentariyalar yoki bildirishlar, shunaqangi masalan o'zini o'zi o'ldirganda bizni O'zbekistonda yoki musulmon jamiyatida noto'g'ri anaqa bo'ladi-ku, aslida ham o'zi shunaqa. Men aytgan narsa marhuma o'zini o'zi o'ldiradimi? O'zini bir kasallik bilan o'ladimi? Uni biz muhokama qilmaylik. Hali u jannati, u do'zaxi deb muhokama qilmaylik degan ma'noda menda o'sha u video montajdagi videoda to'liqlari ham bor. O'sha yerda ham o'zi videoni ko'rgan odam ham tushunadi, chunki yonimda 50 ta odam ham turadi. Hammasi guvohlik berishi mumkin. Men aytdimki, marhumani o'zini osganligini yoki o'z joni, hali o'zini bir kasalligi bilan o'lganligini. Bizda shunaqa narsa bor, o'zini osdi desa, tezda negativ. O'sha negativ bilan qabul qilib muhokama qilmaylik degan ma'noda aytganman. Har bitta so'zim zapsda turibman, o'chirmaganman. Yo'q, ko'rdik uni o'chirganingiz yo'q, u narsalar turibdi. Prosta bizga qiziq bo'layotgan narsa tan jarohatlarini ko'rib turib, xonadagi qotillik alomatlarini. Siz noto'g'ri gapiryapsiz-da. Siz noto'g'ri gapiryapsiz. Tan jarohatlarini ko'rib turib deyapsiz. Siz meni oldimda turibsizmi o'sha kuni tan jarohatini ko'rganimni qayerdan bilyapsiz? Qarang, men sizga shu savolingizga javob beraman. Eng qizig'i, men ham yerda bo'lganman. Men qanaqa ko'rdim, nima deb o'ylaysiz? Men Amerikadaman, siz hattoki Koreyadasiz. O'sha savolingizni bersangiz, men javobini beraman aka. Qarang, nima deb o'ylaysiz? Siz Koreyadasiz, o'likni oldasiz, to'g'rimi? O'sha atrofda yuribsiz, to'g'ri? Endi siz yuvintirgani kirmaysiz ayol kishini-da. Men lekin Amerikadaman, Koreyada emasman. Lekin men ularni ko'rdim. Men qatdan ko'rdim va ijtimoiy tarmoqlarga ham e'lon qildim. Siz Koreyada bo'lib turib qanaqasiga ko'rmasligingiz mumkin? Va bu mavzuni siz olib chiqyapsiz. Sizga savolingizga lo'nda qilib javob beraman. Hop. Men marhumani yuzini ham ko'rmaganman. Nimaga desangiz? Chunki marhumani yuzini onasi mendan iltimos qiluvdi. Yuzini ko'rsatinglar borib, bolam yuzini ko'ray dedi. Siz qisqa javob olmang-da va to'liq javob oling. Siz qisqa javob olmang, to'liq javob. Yo'q, o'zi aytasiz, lo'nda javob beraman deganingiz. Yo'q, qarang. Men vaqtim bo'lmadi borib yuzini ko'rsatishga, haligi onasiga. Chunki o'sha paytda 3-4 ta shaharda vafot etgan musulmonlar bor edi. Meni vaqtim bo'lmagani uchun onasi mana shu advokat emas ekan, bir tarjimonmi nimadir dedi-ku. O'sha sitoraga davirnis bergan. Menga aytmagan uni.
Sitoraga dovernost bergan. Dovernostni nima uchun bergan? Marhumani borib yuzini ko'rsating menga deb bergan. Uni Sitorada borib yuzini ko'rsatgan. Marhumani onasiga yuzini ko'rsatgan. Hali marhumanimda yuzi turgan rasm Sitorada borib onasiga ko'rsatgan paytda menimcha onasi skrinshot qo'ygan uni. Ha, xira kadrlar aytasiz. Ha, xira kadr. Eng qizig'i haligi marhumanimda yorilgan joylari turibdi-ku. Ha, u kadrlarda ham men o'sha onasi tashlab bergan blogerlari internetga qo'ygandan keyin ko'rdim. Hattoki. Nimaga? Chunki men u qizni o'sha badaniga ham qo'lim tegib ketmasin deb tagiga narsa qo'yib biz olib borib berdik. Ayollar yuvdi. Ayol albatta. Ha, ayollar yuvdi-da. Men u rasmni kim olganligini yuvayotgan odam olganmi yo bu yoqda Koreyada yoki o'sha yoqqa borganda onasi o'zi